Azizlar, bugungi obyektimizni mehnat postidan kirganda Qizg'aldoq mahallasida bo'ladi. Bu obyektimizni alkapонlarini to'liq bitirib berdik. Hozir tosh ishlarini qilyapmiz. Sizlarga alkaponlarni ko'rib chiqamiz. Patalon zo'rg'asilarni. Вообще ideal chiqdi, xudo xolisa. Chetlariga tillarang roverdan qilib, bu yoqlarni kubikli qilib berganmiz. Hozir bu yoqda so'kil ishlarini davom ettiryapmiz. So'killari Angola Black toshidan bo'lyapti. Qalinligi 1.6lik. Patologiya bitta alohida baho berib qo'yasizlar. Hech bitta joyida stiklari bilinib qolgan, yo boshqa ko'tarilib qolgan joylari yo'q. Bu yoqda qoshlarini ham qilganmiz. Hammasini sekin tepa qismidagi patologiyani ham qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham zo'r figurada qilyapti, stromniy bo'ldi. Keyin bu yoqda travertinga abrazes surib berganmiz. Hozir shu so'killarini bitirib olgandan keyin boshqa jenskli qilib beramiz. Azizlar, shu bu obyektimizni davomiy qo'yib boramiz. Xudo xolisa bitguncha, bitgandan keyin ham bitta chiroyli obzorni qilamiz. Kuzatishda davom etasizlar. Bizga bildirgan ishonch uchun mijozlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Yaxshi kuningizda, xizmatingizda bo'laylik. Xudo xolisa buni pollarini ham terib chiqib ketamiz inshaalloh. Kuzatishda davom etasizlar. Men patologga alohida bitta like bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardik.